Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun ustozimiz Ahli sunna val jamoa mazhabining bugungi ustunlaridan biri Domla Hikmatulloh olamdan ko'z yumdilar. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Va mautul alimi musibatun la tujbaru va thulmatun la tusaddu va huwa najmut tumisa. Maut qabilatin aysaru min mauti alimin." Nabiy sallallohu alayhi vasallam deydilar: olimning o'limi shunday musibatga tuzatib bo'lmas, shunday teshikki yopib bo'lmas. U go'yo o'chgan yulduzdir. Bir qabilaning o'limi bir olimning o'limidan yengilroqdir. Va yaqulu sayyiduna Umar radhiyallohu anhu: "Mautu alfi abidin qa'imil layli sa'imin nahari ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi va haramihi." Sayyidimiz Umar radhiyallohu anhu deydilar: Allohning halol va haromini tanuvchi bir olimning o'limi mingta kechalari qoim, kunduzlari ro'zador bo'lgan obid, ya'ni ibodatda jiddu jahd qiluvchi omining o'limidan og'irroqdir. Domla Hikmatulloh Muhammadjon Mavlaviyning eng peshqadam shogirdlaridan edilar. Naqshbandiya sulkining murshidi, Hanafiya mazhabining zabardast olimlaridan edilar. 40 yillardan beri o'z hovlilarida dunyoning har tomonidan kelgan 400-500 talabaga ta'lim berar edilar. Umrlari dinimizni o'rgatish bilan o'tdi. Xulqlari juda go'zal edi. To savol bermaguningizcha bir og'iz ham so'z so'zlamay, go'zal bir sukutda o'tirar edilar. Huzurlarida ana shu sukutda o'tirish ham huzurli edi. Doim Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va O'zbekiston va boshqa joylardan ziyoratchilarning keti uzilmas edi. Har kuni yangi mehmonlar, har kuni mollar so'ylar, yuzlab kilogramm gurunjlar damlanar edi. U xonadondan och yalang'ochlar ham o'z nasibalarini olar edilar. Hovlida 400 talaba borligi bilinmas, doim jimjirit sukunatda edi. Namoz vaqti kirganda tahoratxonadan bu hovlida qancha odam borligini bilish mumkin edi. U yerga kelgan yangi talaba darhol o'sha muhitga moslashib sokinlikka kirardi. Unday tartibni boshqa joyda topa olmaysiz. Har kuni asr namozidan so'ng eng peshqadam talabalarga domla 2 soat dars berardilar. Kamida 20 xil kitobdan. Domla barchasini yoddan aytardilar. Qo'llariga kitob olmasdan har biriga alohida dars aytardilar. Kitoblar ham aksar hammasi eski nusxadagi kitoblar edi. U xonadonda fayz borligini bir ko'rgan kishi yaqqol sezardi. Kelgan kishi sahobalar davriga borib qolgandek bir his bilan qaytib ketgilari kelmasdi. Mehmonlar haftalab qolsalar ham hech kim endi keting demas, aksincha yorug' yuz bilan hurmatlarini joylariga qo'yardilar. Mehmonlarga navbatchi talabalar quldek xizmat qilardilar. U yerda haqiqiy yer yuzining jannatlaridan birini guvohi bo'lardingiz. Karomatlari ham zohir bir vali zot edilar. Men o'zim guvohi bo'lganman. Vallohi bir necha bor bermoqchi bo'lib, ichimdan o'tgan savolimga darhol javob berganlarga Qirg'izistonning ko'plab olimlari ham u kishiga bay'at qilgan edilar. Ana shunday bir ulug' Allohning haqiqiy quli, payg'ambarning vorisi bugun minglab qalblarni larzaga solib 80 yoshda Ramazonning 1-kuni, 1-rahmat 10 kunligida bu olamni tark etdilar.